Diqqat, O'zbekistonda dollar yig'ib, dollar kursini o'zgarishini kutib o'tirgan vatandoshlarimizga shoshilinch xabar. Dollar kursi keskin o'zgardi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 3-may kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, Rossiya rublining kursi 0.89 so'mga pastlab 156.43 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 64.84 so'mga ko'tarilib 14.659 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 15.07 so'mga ko'tarilib 12.915 so'm bo'ldi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, xabarimiz keng tarqalib barchaga yetib borishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.